Mana bu misolni ko'ring. Ko'pchilik bu yerda avval x ni topishga urinadi va 30 soniyasini behudaga sarflaydi. Lekin men buni 10 soniyada ishlashni sizga o'rgataman. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Salom, bugun biz SAT algebra bo'yicha eng ko'p uchrayotgan 6 ta savol turini yechamiz. Bular linear equation, substitution va expression bilan ishlash. Har biridan keyin sizga ham o'zingiz yechib olishingiz uchun, ya'ni o'zingiz sinab ko'rishingiz uchun vaqt beraman, pauza deyman. Shuning uchun videoni to'xtatib ko'rishga tayyor bo'ling. Agar yechib bo'lgan bo'lsangiz, qani endi yechimini ko'rsataman. Birinchi ish yechimda qavslarni ochib olamiz. Bunda va ikkala tarafni 15 ga ayirib olamiz. 15 dan 15 ketsa 0, 16 dan 15 ketsa 1 ga teng. Va oxirgi qadam 1 ni 3 ga bo'lib olamiz. Demak, bizda javob A varianti, sababi o'zingiz ko'rganingizdek 3x plus 15 teng 16. Yodimizda tutishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat, bunda har doim birinchi bo'lib x ni topishdan oldin qavslarni ochib olishimiz shart, sababi bu bizga ishimizni ancha yengillashtiradi, vaqtimizni tejashga yordam beradi. Hamma biladiki, SAT da ko'proq vaqtga ishlashimiz kerak bo'ladi.